Hozir biz Ozodaxon ustaxonasiga keldik. Ularning aynan ijod manbai kuz fasli ekan. Dizaynerimizdan kuzgi liboslar haqida ma'lumotlar olamiz. Birinchi o'rinda ust kiyimga e'tibor berish kerak, chunki ayol kishi o'zini ustida bo'ladi va bu uni qanaqa darajadaligini, qanaqa tana rangiga moslab ham topish kerak bu kiyimni. Chunki hozirgi kunda eng aktual trend hisoblangan bu ust kiyimlar, ya'ni iloji boricha ranglarini tipiga qarab, trenchlar, kojniy kurtkalar yoki pidjaklarni ham tanlasalar bo'ladi. Bu yilgi trendoviy rang e'lon qilindi. Bu Pantone kompaniyasi tomonidan berildi. Ayniqsa dizaynerlar uchun och jigarrang, ya'ni och musi rangi hisoblanadi. Bu jigarrangi xohlagan rangingiz bilan uyg'unlashtirsangiz bo'ladi. Och va to'q ranglar bilan yaxshi uyg'unlashadi. Jigarrangni xohlagan rangingizni, ya'ni har xil tuslari hozirda modada, ya'ni och tuslari va to'q tuslarni bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlar juda ham yaxshi baholashi mumkin, chunki hozirda dizaynerlik kursida ham o'quvchilarimizda ko'pchilikda milliy matolarimizdan ishlatilgan bosh kiyimlar, koftalarni ko'ryapmiz, chunki undan tashqari bel bog'larni ham o'zlariga remeng qilib foydalanishyapti. Bu narsa xursand qiladi, chunki milliyligimizni targ'ib qilish, trendga aylantirish har bitta dizayner uchun yaxshigina o'zini davlatidan namoyish qilish uchun yaxshigina misol deb ayta olaman. Bu ko'rib turganingiz kuzga jigarrang rangni har xil tusdagi trend ranglari hisoblanadi. Ishbilarmon ayollar uchun to'qroq ranglarni tavsiya qilamiz. Yosh qizlar, universitetda o'qiydiganlar uchun och ranglarni tavsiya qilamiz va o'ziga ishongan, modadan qolmaydigan yosh qizlar uchun kojadan tavsiya qila olamiz. So'nggi yillarda yoshlar orasida etnol stilga qiziqish sezilarli oshgan. Adras, beqasam va shoyidan tikilgan zamonaviy liboslar nafaqat bayramlarda, balki kundalik hayotda ham ko'zga tashlanmoqda. Moda ergashish emas, o'zligimizni ifoda etish usuli. Milliy uslubni yangicha talqinda saqlay olsak, moda bizniki bo'ladi. Kuzgi moda ranglari tabiat bilan uyg'un. Faqat tashqi ko'rinishda emas, ma'naviyatda ham milliylikni asrash haqiqiy uslub belgisi.